Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 5-dekabr haftaning juma kuni. Juma kungi aksiyalarimiz, ehsonlarimiz davom etyapti. Juma kungi har doimgidek narxlarni 10 so'm arzon qilib qo'yganmiz. Qurilish ketayotgan o'zimizning obyektlardan ko'rib turganlaringdek hozir bu yerga ancha katta qurilish ketdi. G'ishlarimiz xudo xolasa ranglari atlasni holatda, razmerlari standart 61225. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Hali ko'pchilik ichidan sanaga chiqmaydi nima deydi. Xudo xolasa tagida musullar qo'ygani yo'q. Chiqish darajasi, sinig'i chiqish darajasi 1% ni tashkil etadi deymiz. 10 mingta ichidan 100 ta bo'lishi mumkin deymiz. Xudo xolasa 100 tani ham tashkil qilgani yo'q. Eng ko'p dolzarb mavzu ko'pchilik sho'rlash deydi. Sho'rlash xudo xolasa umuman kuzatilgani yo'q. Oldindan 5-10% bo'lishi mumkin, ehtimol bo'lishi mumkin deymiz. Chunki bizda adirlar yo'q, ekin maydonlar ko'proq. Shuning uchun sho'rlamaslik darajasi yuqori. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarni yetkazib beryapmiz. G'ishlarimiz narxlarini 740 so'm. Juma kunlari 730 so'm narx qo'yganmiz. Kimga mana shunday yaxshi chiroyli g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sanoqlariga o'qalanib ketmasligi g'ishlarimiz garantiyalari bor. Kimga shunday g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarni yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.